Hastimomga oxirgi marta qachon keldinglar buyumjoyni deganlar tahoratxonasini вообще o'zgartirib yuborishibdi. Mana buni qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Tahorat qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda odam kirganmi yo'qmi bemalol bilsanglar bo'ladi. Mana hozir yashil bo'sh, bu yerda odam bor. Mana hozir yashil bo'sh ekan. Qani ikkisinib ko'ramiz. Yopasiz aka. Qalay buyumjoyni deganlar o'zgarib ketdi, aka. Qancha bo'ldi xullas? 2 oy bo'ldi ishga tushganiga. Bu yoqda yana bitta yangilik qilishibdi. Bir dona sochiq olinadi. Bu qog'oz emas, haqiqatan sochuv. Bu yoqda yana mas'uliyat cheklangan insonlar uchun alohida joylari bor. Hamma joyini moplabsizlar, lekin tabiiy yorug'likning o'zida ichkari qani yorug' bo'lib turar ekan. Ha, loshka ham bormi? Mana bular. Qizuv tarafi bu yoqda lifti ham bor ekan. Shunday liftda tahoratxonaga tushsanglar bo'ladi. Qarang, nogiron insonlar uchun qulay ekan. Sizlarga shu narsani ko'rsatgim keldi. Yangilik haqiqatan o'zgacha qilishibdi. Tahoratxona yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani qiziqtirib qo'yasizlar. Gap yo'q.